Sizlar bizdan zimniy palatka so'radinglar, biz olib keldik. Bitta obzorni ko'rib berasizlar. Materialiga alohida e'tibor beringlar. Juda ham qalin, yomg'ir qorga bo'ladi, suv o'tkazmaydi. 6 burchakli palatkamiz, hamma yoq xuddi shunaqa materialdan qoplangan, patologi ham, yig'ish juda ham oson, pastda 70% yig'ilgan bo'ladi. Mana kichkina so'mkada bo'ladi. Mashinaning bagajiga bemalol ketadi. Xohlagan odam 5 minutda yig'ib tashlaydi. Razmeriga keladigan bo'lsa 280 ga 280, 205 balandligi. Hamma tarafida havo aylanishi oynalari bor. Bundan tashqari mana bunaqa pechkalar qo'ysanglar, dimoxo'y chiqarish uchun teshigi tepada, pastda ham teshigi bor. Bu palatkani poli bo'lmaydi. Nimaga desanglar, buni ichida narsa pishirsanglar yoki yoniq pechkalarni qo'yib sauna qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Ichiga ko'rib turganlar deb katta kalovatni qo'yganmiz. Bundan tashqari yana joylar bor. Bunaqa kalovatda kerak bo'lsa do'konimizda bor. Stol, posudana bor. Mana bunaqa kreslo ham sig'ib turibdi, yana joy bor. Ko'rdinglarmi? Kimga shunaqa palatkani bombalari, zimniy, letniylari kerak bo'lsa, Mergan do'konini kutamiz. Bitta like qo'yishingizdan chiqadi. Hammaga rahmat.